Assalomu alaykum. Yana o'sha Namangan viloyati Pop tumani Barda Tursun qishlog'idan dam olish satgohidan video ko'rsatyapman. Allohning qudratini qaranglar-da, mana shu bizni mana shu tomonimizga dan kelamiz biz, mana shu Pop tomon, mana shu tomonda endi shu yoqdan kelamiz. Bizni bu aydada mana shu tog'lar ko'rinmaydi. Allohning qudrati bilan mana shu tog'lar ko'rinmaydi. Hayron qoladigan yana bu tevaga chiqib, masalan, Peraval bilan teng deydi, mana shu Peraval bilan tog'i bitta. Shega chiqsak, ana shu Qirg'iz tog'imikan, Himolay tog'i deyishyapti. O'sha tog' ko'rinyapti. Mana shu tog'lar mana shunday ko'rinyapti. Ana shega hozir o tevaga chiqsa yarki yana ko'rinadi. Bu ham bitta Xudoning qudrati ekanda. Ya biz o'ta pastdamiz, ya qandaydir Alloh biladi, boshqa mana tomonlardami qaydadir yashaymiz-da, bizga ko'rinish kerak. O'zi mana shu biz tomondan turibdi, mana shu tog' biz tomonda hozir mana shu bo'ydida yangi qadam mana shu atroflarda ko'rinish kerak o'zi aslida. Bu Qirg'iz tog'lari bo'lsa kerak deb o'ylayman-da, Himolay tog'i deyapti. Qirg'iz tog'i bo'lsa kerak-da, biz o'sha tevamizda Andijon tevada tog'lar bo'lsa kerak mana. Mana Peraval tog'lari endi shu mana shu tutashgan Peraval tog'lari mana shu. Qor bosib yotibdi. 1 metrmi endi qancha Alloh biladi. O'sha kim nima deydi? Mana shu kommentga yozinglarchi. Mana shu biz tevamizda o'zi Andijonda, o'sha Himolay tog'i deyapti. Qirg'iz tog'i bo'lsa kerak-da. Bizda ko'rinmaydi shu tog'. Yarki shu shayda ko'rinayotganga o'xshab ko'rinmaydi-da bizda. Shunga hayron qolyapman Allohning qudratiga. Yana bir borda.